Savollar bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Yoki chatda yozsalaringiz bo'ladi. Hozircha boshidan boshlaymiz IPv6 ni, keyin savollarga qarab ko'ramiz. Uzoq bo'lmaydi, 1 soatlik, xudo xolisa 1 soatda tugatamiz. Birinchi qism bo'ladi, keyingi qismni boshqa kunlarda ko'ramiz. IP versiya 6. Demak, IP versiya 4 va IP versiya 6. Birinchi yaratilgan bu IP versiya 4 taxminan 80-81 yillarda 45 yil oldin yaratilgan. Umumiy IP versiya 4 ning uzunligi 32 bit, soni 4 milliard. 4 milliarddan sal ortiqroq IP adreslar bor. Lekin IP versiya 4 adreslarni boshda tartibsiz ishlatish sababli, umuman o'zi kamligi sababli 90-yillarga kelib uni tugashi taxmin qilingan va yangi IP versiya adreslarni yaratish bo'yicha ishlar boshlangan 90-yillarning boshida. Birinchi IP versiya 6 ni drafti, ya'ni draft varianti 95-yilda chiqilgan, keyinchalik 96 yoki 98-yilda tasdiqlangan. IP versiya 6 adresdagi umumiy adreslar soni juda ko'p, 340 anditsilyon deyiladi. Ya'ni 340 ko'paytirilgan 10 darajasi 36. Juda ko'p IP adreslar. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, IPv4 dagi IP adreslar soni 4 milliardta bo'ladigan bo'lsa, yer yuzidagi barcha insonga har bittasiga 4 milliardtadan IP adres bersak ham IPv6 da IP adreslar tugamaydi. Juda ko'p IP adreslar, ba'zida aytishadi, sahroy qabrdagi har bitta qum zarrachasiga IP adres berilsa ham yetib ortadi. Uzunligi 128 bit. Mana pastda ko'rsatilgan, mana 192, 168, 208 va IPv4 ning ko'rinishi bo'lsa, pastdagisi esa IPv6 ning ko'rinishi. Bu yerda IP adres tarqatuvchi ionaning filiallar ko'rsatilgan. Filiallar kesimida bu taxminiy vaqtlar, bu vaqtlar har xil joyda har xil ko'rsatiladi. Ya'ni bu registratorlar, IP adresdan tarqatuvchi registratorlar, ularni hisobi bo'yicha, masalan, RIPE, Yevropa, Osiyoga, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq davlatlariga, arab davlatlariga tarqatadigan RIPE eng oxirgi IP adres, IPv4 adres blokini 2012-yilda bo'lishni boshlagan. Ya'ni oxirgi patsetkasini olib, maydalab provayderlarga berishni boshlagan 12-yilda va ba'zi bir ma'lumotlar bo'yicha 19-yilda to'liq tugagan. Ya'ni IPv4 yo'q hozirgi, mana bu ko'rib turibmiz, hammasi oxirgi blokni bo'lishni boshlagan. Bitta Afrikada hozirgi vaqtda bor deyishadi oxirgi blok. Qolganlarda tugagan. Ya'ni IPv4 hozir yangi provayderlar olishi juda qiyin. Yangi blok olish qiyin. Yangi provayder birinchi marta olish uchun ochirib o'tirib qanaqadir yo'llar bilan olishi mumkin, lekin eski provayderlarga olish juda qiyin. Ya'ni IPv6 ni ishlatishga va unga o'tishga majbur butun dunyoda barcha provayderlar. IPv6 adresning formati 16 lik sanoq sistemasida, ya'ni IPv4 10 lik sanoq sistemasida yozilgan bo'lsa, 10 raqamdan tashkil topgan bo'lsa, IPv6 16 lik sanoq sistemasida, ya'ni 10 ta raqam va lotin alifbosini boshdagi 6 ta harfi ABC, ABCD, EF 6 ta harf qatnashadi. 8 ta qismdan tashkil topgan. Qismlar 2 ta nuqta bilan ajratilgan. Har bir qism mana bu X qilib ko'rsatilgan. Bu ba'zi joyda octet deyiladi, lekin to'g'riroq hextet. Ya'ni octet emas, octetning qiymati 8 bit edi, bu yerda esa 16 likda. IPv6 da hextet bilan yoziladi. Hextetning qiymati, ya'ni bitta hextetning qiymati 16 bit, ya'ni unda 4 ta simbol turadi. Uzunligi 128 bit. Masalan, IPv6 adresiga ikkita misol keltirilgan. Birinchi misol va ikkinchi misol. Umumiy uzunligi
128 bit, ya'ni 128 ta 0 bitlar, 0 birlar ketma-ketligidan tashkil topgan. 8 ta qismdan iborat, ya'ni mana bular har bittasi bitta qism hexstet deyiladi. Bitta hexstetda 4 ta simvol bo'lishi mumkin. Har bir simvol bo'lishi mumkin 0 sanov sistemasida 0 dan 9 gacha va 6 ta lotin alifbosi. IPv6 adresda eng strashniy narsa bu uni ko'rinishi. Qolgan barcha narsasi IPv4 ga qaraganda oson va yaxshi. O'rganish ham oson. Routerlar uchun ham IPv6 da ishlash juda oson, CPU-siga juda katta foyda beradi. Routingni ixchamlashtirilgan, IPv6 dagi paketlar ham ixchamlashtirilgan. Juda ko'p plyusi bor. Faqatgina bitta minusi uni eng katta minusi uni ko'rinishi. Ko'rinishi juda uzun va sal yodlash uchun qiyinroq. Shu uchun ham IPv6 adres uzun va katta bo'lganligi uchun uni bitta ixchamlashtirishga ruxsat berilgan. Har bir aktivdagi, har bir hexstetdagi, ba'zida aktiv deb ketaman, hexstet deb tushunasizlar. Har bir hexstetdagi oldindagi nollar qisqartirilib yozilsa ham bo'ladi. Masalan, bitta hexstetda 01 AB bo'ladigan bo'lsa, buni biz 1 AB deb yozsak ham bo'ladi. 09F0 9F0 yozamiz. Ya'ni boshdagi 0 ni yozmasak ham bo'ladi, lekin oxiridagi 0 ni yozishimiz kerak, chunki qiymat o'zgarib ketishi mumkin. 0A00 buni A00 bilan yozsak bo'ladi. 00AB shunchaki AB bilan yozsak bo'ladi. Demak, bu har bir hexstetdagi qisqartmalar. 4 ta 0 o'rniga, ya'ni 4 ta 0 keladigan bo'lsa, oldidagi 3 ta 0 ni o'chirib, oxiridagi bitta 0 ni yozsak bo'ladi. Natijada bizni IP adresimizni to'liq ko'rinishi, bu esa uni qisqartirilgan varianti. Ya'ni 2001 o'zi keladi. O'rtadagi 0 lar qisqarmaydi, 2001 o'zi keladi. 0db8 db8 bo'ladi. 4 ta 0 bitta 0 bo'lib keladi. 4 ta 1 o'zi keladi. 4 ta 0 bitta 0 bo'lib keladi. Keyingi 4 ta 0 bitta 0 va keyingi 4 ta 0 bitta 0 va oxiridagi 0200 bo'lib keladi. Demak, bu to'liq varianti, bu qisqartirilgan variant. Ikkalasi ham bir xil qiymatga ega, ya'ni istalgan operatsion sistemaga, Windowsga, kompyuterlarga yozamizmi, routerlarga yozamizmi, istalgan bittasini yozsangiz ham bir xil qabul qiladi, bir xil tushunadi, ya'ni bir xil qiymatga ega IP adreslar. Demak, oldidagi nollarni biz hexstetdagi oldidagi nollarni yozmasak bo'lar ekan. Va yana bitta qisqartirish bor. Bu ham nollar bilan bog'liq. Ya'ni IPv6 adresda bir nechta nollar ketma-ketligini double colon bilan, ya'ni 4 ta nuqta bilan o'zgartirib yozsak bo'ladi. Masalan, 4 ta 0 o'rniga 4 ta nuqta yozsak bo'ladi yoki 8 ta 0 o'rniga 4 ta nuqta yozsak bo'ladi. 12 ta 0 o'rniga 16 ta, farqi yo'q. Nechta nollar ketma-ketlik bo'lmasin, uni o'rniga 4 ta nuqta yozsak bo'ladi. Masalan, ushbu IP adresimizda to'liq ko'rinishi, bu esa uni qisqartirilgan varianti. Bizda oxirrog'ida 12 ta nollar ketma-ketligi bor. Biz buni o'rniga 4 ta nuqta bilan yozsak bo'ladi, double colon bilan. Natijada birinchisi aktiv o'zi keladi, ikkinchi aktiv 0 qisqarib keladi, uchinchi aktiv 4 ta 0 bitta 0 bo'lib keladi, 4 ta 1 4 ta 1 bo'lib keladi va mana bu yerda turgan 12 ta 0 4 ta nuqta bo'lib keladi va oxiriga 200 keladi. Demak, bir nechta nollar ketma-ketligini biz 4 ta nuqta bilan almashtirib yozsak ham xuddi shu qiymatga ega. Ya'ni bu ham ikkalasi ham bir xil qiymatga ega. Router va kompyuterlarga ikkalasini ham yozsak ham bir xil qabul qiladi. Agar nollar ketma-ketligi juda ko'p bo'ladigan bo'lsa, deylik masalan bizda mana bu yerda IP adresi bor, 2001 8 ta 0, keyin 4 ta 1 da, yana keyin 12 ta 0, oxirida 0200. Shunaqa holatda agar nollar ketma-ketligi bir nechta joyda ko'p keladigan bo'lsa, yoki unisini yoki bunisini 4 ta nuqta bilan almashtirishimiz mumkin, lekin ikkalasini ham emas. Masalan, birinchi variantda oxirgi 12 ta 0 qisqartirilgan, ya'ni boshdagi 2 ta
ya'ni boshdagi 8 ta nollar har bittasi bittadan 0 keladi. Ya'ni bular 4 ta 0 nuqta bilan qisqarmaydi. 2001 0 0 4 ta 1 va 12 ta nolni o'rniga 4 ta nuqta yozamiz. Oxirida 200. Yoki teskarisi boshdagi 8 ta nolni qisqartirib 4 ta nuqta yozamizda, oxiridagi 12 ta nollar qisqarmaydi, ular shunchalik nollar bilan yoziladi. Lekin ikkalasi ham ya'ni uchinchi variantda ikki tomondagi nollar ham qisqartirib 4 ta nuqta bilan almashtirib bo'lmaydi. Masalan, boshdagi 8 tani ham oxiridagi 12 tani ham qisqartirib yozadigan bo'lsak, bunaqa IPv6 adresi yo'q, chunki qurilma qabul qiluvchi qurilma tushunmay qoladi. Qaysi 4 ta nuqtani tagida nechta nolligini bilmay qoladi. Ya'ni bitta IPv6 adresda faqatgina bitta bir marta 4 ta nuqta kelishi mumkin. 2 marta, 3 marta bo'lishi mumkin emas. Va bu qisqartirishlar faqat nollar bilan, birlar va boshqa sondagilar bilan qisqartirish yo'q. Masalan, 4 ta 1ni biz 4 ta 1 deb yozamiz. 4 ta 2ni va istalgan qiymatdagi 4 ta ketma-ketliklarni o'zini yozamiz. Faqat nollarga qisqartirishga ruxsat berilgan. Demak, bizda faqat shunaqa tarzda IPv6 ni qisqartma variantini yozsak bo'ladi. IPv6 da prefix, ya'ni biz biladigan maska. IPv4 da maska bor edi. Ya'ni maska bu har doim IP adres bilan birga bo'ladigan sherik edi. IPv6 da ham xuddi shunaqa o'zining maskasi bor, prefix deyiladi. Faqat maska deyilmaydi, lekin xuddi shu vazifani bajaradi. Ya'ni IPv4 da qaysi bir qurilmaga IP adres berganimizda albatta unga maska beradigan bo'lsak, IPv6 da ham qaysidir qurilmaga kompyutermi, routermi IP adres beradigan bo'lsak, albatta prefix, ya'ni buni maskasini berishimiz shart. Maska faqat 255 lar bilan yozilmaydi, drop bilan yoziladi. Masalan, ushbu IP adres va oxirida prefix bilan yozilgan, ya'ni drop 64 bo'lishi mumkin, drop 80, drop masalan 95, istalgan son bo'lishi mumkin. Dropdan keyin 0 dan 128 gacha bo'lishi mumkin. Va aynan shu drop bilan yozilgan narsa bu tarmoqning prefiksi, ya'ni biz bilgan mask vazifasini bajaradi. Ya'ni deylik, masalan, bizning misolimiz uchun 2001 db8 a va 4 ta nuqta ekan. Bu degani bu IP adresini ochib yozadigan bo'lsak, 2001 0 db8 3 ta 0a va qolgan hammasi 0 ekan. 4 ta nuqta degani bu nollar ketma-ketligi degani. Nechta nollar ketma-ketligi? Buni IPv6 adresini uzunligidan chiqaramiz. Bizda 3 ta aktiv aniq ekan. 2001 0 db8 va 000a 000a. Ya'ni bizda 3 ta hexstet aniq. Hexstet deymiz. IPv6 adresda hexstetlar soni 8 ta edi. Bu degani yana 5 ta hexstet faqat nollar bilan to'ldiramiz. Ya'ni 4 ta nuqta bilan 4 ta nuqtani o'rniga nollar to'ldiramiz. Ya'ni bitta hexstet, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Va bizni IPv6 adresimiz to'lig'i chiqdi. Va o'shani endi prefixga qaraydigan bo'lsak, prefix 64 yozilgan bo'lsa, bu degani IPv6 adresini boshidagi 64 biti, ya'ni boshidagi mana bu qismi tarmoq adresini bildiradi. Qolgan qismi esa host, ya'ni kompyuterning adresini bildiradi, ya'ni hardware qism. Xuddi IPv4 da maska qanaqa ishni bajaradigan bo'lsak, bu yerda nima ishni bajaradigan bo'lsak, bunda ham xuddi shu ishni bajaradi. Ya'ni tarmoq qism bilan host qismni ajratib beradi. Masalan, misollar uchun ko'radigan bo'lsak, masalan, ushbu ikkita kompyuterga ikkalasiga IP adres beradigan bo'lsak, bu qurilmalarga ham prefix berishimiz kerak IP adres bilan birgalikda. Masalan, birinchi kompyuterimizga quyidagi IP adres berdik va prefix sifatida 48 berdik. Bu degani bu kompyuterning tarmoq adresi 48 bit. Ya'ni 48 degani bu bitlar ketma-ketligi. Ya'ni boshidagi 48 bit tarmoq adresi ekan. 2001 bu 16 bit, keyingi db8 bu ham 16 bit, keyingi ACAD 16 bit. Bu degani mana shu uchtasi tarmoq adresini bildiradi. Bu degani bu kompyuter
xuddi shunaqa tarmoq adresli boshqa kompyuterlar bilan bemalol aloqa qiladi degani. Ya'ni unga ulangan boshqa kompyuter ham, bitta tarmoqda ulangan boshqa kompyuter ham boshdagi tarmoq adresi xuddi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2001 DB8 akkad bo'ladigan bo'lsa, u bilan bemalol aloqa qiladi degani. Va haqiqatan ham ikkinchi kompyuterimizni IPv6 adresi 2001 DB8 akkad. Demak, bularni tarmoq adresi bir-birini ikkalasi ham bir xil. Bu degani bular aloqa qiladi. Tarmoq adresidan keyingi yozilgan sifralar, qiymatlar muhim emas, chunki xos qismi istalgancha bo'lishi mumkin. Muhimi tarmoq adresi bir xil bo'lishi kerak. Masalan, birinchisi 2001 DB8 akkad bo'lib, ikkinchisi 2001 DB8 masalan akkad emasda akkaf bo'ladigan bo'lsa, bular bitta tarmoqda bo'lmaydi va bular orasida aloqa bo'lmaydi. Demak, prefix bu tarmoq adresini bildiradi va shu orqali qurilmalar bitta tarmoqda yoki bitta tarmoqda emasligini aniqlaydi. Masalan, yana primer ko'radigan bo'lsak, mana shu ikkita kompyuterimiz, bu yerda prefix 64 bu degani bu kompyuterimizning IP adresini boshidagi 64 biti tarmoq adresi va xuddi shunaqa tarmoq adresli boshqa kompyuterlar bilan aloqa qiladi. Bu kompyuterimizda ham prefix 64, ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, ikkalasida ham bir xil, demak bular aloqa qiladi. 80 bo'ladigan bo'lsa, demak ularni 80 biti bir xil bo'lishi kerak. 80 bit degani bu 5 ta extet, bu degani 2001 DB8 akkad 333, 4 va oxirida yana 0003. Demak, bu 80 bit va bu tarmoq adresi. Agar nari kompyuterni ham tarmoq adresi xuddi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu bilan aloqa qiladi. Bu kompyuterimiz tarmoq adresini tekshiramiz. 80 bit, tarmoq adresi 2001 DB8 akkad 437, tarmoq adresi bir xil emas, chunki buni oxiridagi extet 3 bilan tugaganda, buniki 7 bilan tugagan. Bular bir xil emas, bu degani bu kompyuterlar o'zaro aloqa qilmaydi, chunki bularni demak tarmoq adreslari bir xil emas. Demak, nimada IPv6 dagi prefix xuddi IPv7 dagi maskaga o'xshar ekan, hatto undan-da osonroq, agar yaxshilab qaraydigan bo'lsak, hisoblash oson, shunchaki bitlarni hisoblab chiqsak yetarli. Unaqa IPv7 ga o'xshar har xil sal qiyinroq edi IPv7 ga nimadan tarmoq adresi hisoblab chiqish. Bunda juda oson. Demak, bu prefix maska vazifasini bajaradi. Endi IPv6 adreslarning turlari bor. IPv7 da ham turlar bor edi. Masalan, public adreslar bor edi, private IP adreslar bor edi. Bunda ham xuddi shunga mos tiplari bor. Eng birinchisi bu global unicast adreslar. Bular IPv6 dagi internetda ishlaydigan xuddi IPv7 dagi public adreslarga o'xshaydi. Public global IP adreslar boshlanishi mumkin, ya'ni patsetga berilgan 2004.prefix3 bu degani IPv6 adres 2 hamda 3 bilan boshlanadigan barcha IP adreslar, bular global IP adreslar, ya'ni internetda ishlatiladigan IP adreslar. IPv6 adreslari juda ko'p bo'lganligi uchun faqatgina shu qism ajratilgan, qolganlari ishlatilmaydi. Masalan, 1 bilan boshlanadigan IP adreslar ishlatilmaydi. 4 bilan boshlanadigan IP adreslar 5 bilan boshlanadigan ishlatilmaydi va yaqin kelajakda ham ishlatilmaydi. Menimcha biza u IP adreslarni ishlatishni ko'rmasak kerak, chunki mana shu 2 va 3 bilan boshlanadigan IP adreslar global uchun bir necha yuz va ming yillikka yetib ortadi. Demak, bular demak IPv7 dagi public adreslarga o'xshaydi, faqat bular public deyilmaydi, bular global unicast adreslari deyiladi. Demak, 2 va 3 bilan boshlanadigan adreslar global uchun ajratilgan. Undan tashqari IPv6 da avtomat tarzda qurilmalarga global IP adresdan tashqari link local adreslar ishlatiladi. Buni yo administrator beradi, yo administrator bermasa sistema avtomat o'zi qo'yadi. Albatta bo'ladigan IP adres. Ya'ni biz xohlasak,
xohlasak ham, xohlamasak ham bu IP adres qurilmada avtomat yariladi. Biz masalan qurilmamizga masalan 2001 bilan boshlanadigan global IP adres bersak, avtomat yoniga yana bitta qo'shimcha FE80 bilan boshlanadigan link local adreslar paydo bo'ladi. Bu link local IP adreslar IPv4 turdagi link local IP adreslarga o'xshaydi, ya'ni 169.254 bilan boshlanadigan IP adreslar bloki bor edi, APP protokoli bo'yicha ishlaydigan. Ya'ni qachonki kompyuter DHCP serverdan IP adres olib bilmasa, shu diapazondan o'ziga o'zi IP adres qo'yib olardi. IP versiya 6 da esa DHCP dan IP adres oladimi yoki statik oladimi farqi yo'q. Ya'ni IP adres olmasa ham, olsa ham albatta yoniga mana shunaqa FE80 bilan boshlanadigan link local adreslar qo'yib oladi. Bu link local adreslar bitta tarmoqni ichida ishlaydi, tarmoqdan tashqariga chiqmaydi. Ya'ni ikkita router bir-biri bilan mana shu IP adres bilan gaplashadi. Lekin bir router boshqa bir router bilan gaplashmoqchi bo'lsa, global IP adresini ishlatadi. Qo'shni router bilan link local ishlatar ekan. Demak, masalan, OSPF protokollar, BGP protokollar va boshqa shunga o'xshash protokollar qo'shnichilik o'rnatayotganda aynan shu link local adreslarni ishlatadi. Kompyuterlar ham tarmoqdagi qurilmalar bilan servisni paketlarni yuborayotganda o'sha link local adreslarni ishlatadi. Bitta tarmoqni ichida, masalan, gateway bilan, shluzi bilan gaplashayotganda har xil masalan ACMP ichkarida neighbor discover protokollari bor. O'sha holatlarda bitta tarmoqni ichida, demak, link local adresini ishlatadi. Lekin tarmoqdan chiqish kerak bo'lsa boshqa tarmoqqa, unda global IP adresini ishlatadi. Demak, bu IP adres avtomat tarzda paydo bo'ladi. Biz xohlasak beramiz, xohlaganimizni xohlamasak, ya'ni biz bermasak, u o'zi avtomat tarzda, masalan, mana bunaqa tarzda o'ziga qo'yib oladi. Masalan, link local adres primer ko'rsatilgan kompyuterga biz global IP adres berganmiz. Yoniga avtomat tarzda link local IP adres paydo bo'lgan. FE80 bilan boshlanadigan. Va kompyuter kerak bo'lsa, agar shluzini nima avtomat tarzda oladigan bo'lsa, routerni link local adresda ishlatadi shluz sifatida. Masalan, mana bu routerimizni mana bu qo'lidagi link local adresini ko'radigan bo'lsak, mana routerga show IPv6 interface brief qilib ko'radigan bo'lsak, qo'lidagi global IP adres bor, undan tashqari link local adres bor. Bu router'niki. Va routerdagi link local adres oxirma 4101 shu IP adresni kompyuter o'ziga shluz sifatida yozib olyapti. Ya'ni kompyuter o'zini shluzi bilan odatda link local adres orqali gaplashar ekan. Global orqali ham gaplashish mumkin agar biz globalni beradigan bo'lsak, gatewayga statik tarzda. Agar statik tarzda bermasak, routerni link local adresi bilan ishlaydi. Unique local adreslar IPv4 turdagi private IP adreslarga o'xshaydi. Faqat bu yerda unique local IP adreslar deyiladi. IPv4 turida bular only podsetkalar 172.16.12 maska bilan podsetka edi va 192.168 bilan boshlanadigan barcha IP adreslar private IP adreslar, ichkarida ishlatiladigan IP adreslar diapazonlari qilib RFC 19.8 ga ajratilgan edi. Ya'ni barcha ishxonalar yoki xonadonlar shu IP adreslarni olib ichkarida ishlatishlari mumkin, lekin internetga chiqayotganda bu IP adreslarni public IP adresga NAT orqali o'zgartirib chiqishlari kerak edi. IPv4 6 da unique local adreslar yaratilgan, FC bilan boshlanadigan hamda FT bilan boshlanadigan, ya'ni FC va FT bilan boshlanadigan barcha IP adreslar unique local adreslar, ichkarida ishlatiladigan adreslar, ichkarida izolyatsiya qilingan tarmoqlarda ishlatish uchun mo'ljallangan. Lekin bitta farqi bor. Masalan, IPv4 turidagi private IP adreslar NAT orqali internetga chiqar edi. IPv4 6 da unique local adreslar internetga umuman chiqib bilmaydi.
Chunki IPv6da NAT mexanizmi yo'q. IPv6da ichkaridagi kompyuterlar internetga chiqmoqchi bo'lsa, global IP adresini ishlatish kerak. Bu unique local adreslar faqat ichkarida izolyatsiya qilingan tarmoqlarda, ya'ni internetga chiqish kerak emas, ichkarida ishlatish uchun ishlatiladigan IP adreslar. Multicast adreslar. IPv6dagi multicast adreslar FF bilan boshlanadigan adreslar multicast uchun ajratilgan. Bu IPv4dagi 224 dan boshlanib 239 gacha bo'lgan diapazondagi multicast adreslarga o'xshaydi. Xuddi shunaqa funksiyani bajaradi. Faqat IPv6da multicast adreslarni imkoniyatlari sal ko'paytirib berilgan. Xuddi shunaqa gruppalarga bitta paket yuborasiz multicast adres orqali va bu gruppadagi barcha kompyuterlarga, qurilmalarga yetib boradi. Xo'p, demak, biz hozirgacha ko'rib chiqdik. IPv6 ko'rinishi, formati, qisqartirishlarni hamda IPv6 turlarini ko'rib chiqdik. Global IP adreslar bor ekan. Demak, bular 2 va 3 bilan boshlanadigan barcha IP adreslar, bular global IP adreslar. Link local adreslar FG80 bilan boshlanadigan adreslar. Ichkarida ishlatiladigan unique local adreslar bular FC hamda FD bilan boshlanadigan adreslar. Hamda multicast adreslar bular FF bilan boshlanadigan adreslar. Bundan boshqa diapazondagi IP adreslar rasmiy ishlatilmaydi va tarqatilmaydi. Hech qaysidir narsa bo'yicha hozircha hech qanaqa boshqa planlar yo'q. Faqatgina bitta 0 bilan boshlanadigan link local adreslar bor. Hammasi 0 va oxir 1 bo'lgan link local define loopback IP adres. Bundan boshqa biron bir IP adres demak IPv6da ishlatilmaydi, chunki shuni o'zi bir necha yuz ming yillikka yetadi. Xo'p, endi savollar bo'lsa beringlar IPv6 adresi bo'yicha. Assalomu alaykum. Siz hozir aytganingizdek 2 va 3 bilan boshlanadigan global IP'lar berilsa, 1 bilan boshlanadigan IP'lar ham bormi? 1 bilan boshlanadigan IP adreslar yo'q desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni ular ishlatilish nazarda tutilmagan yaqin orada. 0 da bir ikkita masalan loopback IP adres bor. Bir ishlatilmaydi. Nima uchun aynan 1 2 emasda 2 3 sababi mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsak, mana global ajratilganda IPv6 adresning boshi 001 bilan boshlangan bo'lsa, bu global IP adres degani, ya'ni ana summary qilish oson bo'lish uchun 2 3 olingan, ya'ni 001 0 bo'lsa bu 2 degani, 001 oxir 1 bo'ladigan bo'lsa bu 3. Ya'ni 1 bilan boshlanadigan IPv6 adres yo'q desak to'g'riroq. Ishlatsangiz bo'ladi ichkarida, masalan paket tracerda simulation ishlatsangiz bo'ladi, lekin realiyada u rasmiy ishlatilish nazarda tutilmagan, ko'zda tutilmagan. IPv6 IPv4da 1likka, 10likka oid chiqarsa bo'lardi. Ikkilik sanoq sistemasiga o'rgatiralardi. O'sha IPv4ni nechta IP'si borligi sanab chiqilish uchun. To'g'ri. IPv6da qanaqa hisoblanadi? IPv6da ham xuddi shunaqa prinsipni ishlatsak bo'ladi. Masalan, mana deylik osonroq, masalan qisqartirilma IP adresini yozaman. Masalan 2001 hammasi 0, oxirgi masalan deylik 4.1 qilaman. Bu IPv6 adres. Orada 4 nuqta hammasi 0.
va masalan maska deydigan bo'lsak, 120 deydigan bo'lsak, prefiks bu. Mana shu tarmoqda IP adreslar sonini bilish uchun xuddi shunaqa metod qilamiz. Masalan, IPv4 da ham shunaqa edi-yu, IP masalan 192.168.1.0 masalan drop 30 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nechta IP adresini bilish uchun общий IP adreslar uzunligi 32 bit edi. Undan mana bu maskani ayirardik. 2 chiqardi va 2 ni darajasiga shuni chiqarardik. 2 ni kvadrati 4 ta. Ya'ni bu tarmoqda IP adreslar soni 4 ta edi. Xuddi shu metodni qilsak bo'ladi. Mana shu bu tarmoqdagi IP adreslar soni umumiy IPv6 ni uzunligi, ya'ni 128. Bundan ayiramiz prefiksni 120 ni. Natija chiqadi 8. Ya'ni 2 ni 8-darajasiga chiqamiz. Va buni qiymati 256 bo'ladi. Bu degani mana bu tarmog'imizdagi IP adreslar soni 256 ta. Xuddi shu metod qilsak bo'ladi bemalol. Tushunarli. Rahmat kattakon. Yana bitta savolim bor edi. IPv6 da NAT anaqasi ishlamaydi. Ya'ni firewall jihatda firewall kerak bo'ladi. IPv6 ni ustunovka qilsak, mabodo kompyuterimizga. Buni ustunovka qilganimizda kompyuterimizga firewall qo'ymasdan turib ishlatadigan bo'lsak, vzlomga oson bo'lib qoladi. O'shanda nima qilish kerak? Faqat firewall bilanmi? NAT yo'q, IPv6 da NAT umuman planlashtirilmagan. Ochiq bo'ladi-da. Menimcha faqat firewall bilan. Bobur aka, sizda optda qanaqa? Faqat firewall. Eshitilyaptimi? Allo. Endi ishlayapti. Hormayli. Da bitta firewall bilan yopish kerak bo'ladi. Endi bitta anaqasi bor. Nima deydi? Xushxabar deydimi? IPv6 ni topish qiyinroq-da. Ya'ni soni juda ham ko'p bo'lgandan keyin uni skan qilib topish ham qiyin. Lekin hozir uni ham topadigan bo'lsa ham ko'pincha mana Windows so'zida olsanglar ham IP ni har anaqada o'zgartirib turadi-da. Dinamik boshqa generate qiladi. Ya'ni sizlarga berilgan prefiks ichidan o'zi har qanchadir vaqtdan temporarymi shunaqa IP yaratib turadi-da. O'shaning hisobiga sizni o'sha misol uchun IPlaringizni отследить qiladigan saytlar ham misol uchun burada o'zgaravergandan keyin shu tarafdan ham sal bo'lsa ham sizga anaqa beradi. O'zingizni anonimliroq qilishingizni. Lekin firewall qo'yish kerak, u siz iloji yo'q. U bar tashqaridan ko'rinadi, to'g'ridan to'g'ri. Menda shu hozir. Yana savollar bormi? Nima bor ekan? Chatda yozibdi. Anycast IPv6 da bormi va bo'lsa qayerda ishlatiladi? Xo'p, Anycast bo'yicha sekund. Ko'rinyaptimi? Anycastga masalan misol oddiy qilib chizib qo'ydim. Chunki savol bo'lishi taxmin qilingandi. Qaranglar, bizda tarmoq bor. Masalan, mana bu tarmoq. Anycast degani bu bitta IP adresini qayta ishlatish. Masalan, ushbu IP adres deylik, masalan, DNS ga berilganmi? 2001 4860 4860 4.8. Bu menimcha Google'niki edi. Va bu IP adres bu kompyuterda ham berilgan, bu kompyuterga ham berilgan, bu kompyuterga berilgan. Ya'ni 3 ta joyda, birinchi kompyuterga, ikkinchi kompyuter va 3 ta. 3 ta kompyuterga berilgan. Ya'ni bitta IP adresni qayta ishlatilish mexanizm sistemasi Anycast deyiladi o'zi. Va qachonki bizning kompyuterimiz, deylik, bizning kompyuterimiz shu serverga murojaat qilmoqchi bo'lsa, ya'ni bu serverlar juda ko'p, bular bir-birini zaxiralash uchun ko'p qilingan. Masalan, xuddi Google'ni 4.8 deganday. Va bizning kompyuterimiz shu resursdan foydalanish uchun shu resursga zapros yuboradigan bo'lsa, ya'ni o'zini IP adresidan mana shu adresga zapros beradigan bo'lsa,
bu zaпрос eng yaqinroq bo'lgan serverga yuboriladi. Bu routerlar tomonidan routing bo'yicha paket birinchi yaqinroq bo'lgan kompyuterga yuboriladi. Agar bu server ishdan chiqadigan bo'lsa, unda keyingi yaqinroq bo'lgan kompyuterga yuboriladi. Xuddi shunaqa mexanizm, oddiy narsa, ya'ni Anycast bu bitta IP adresni, IPv4 da ham bor edi bu narsa, prosta IPv6 da nimagadir alohida urg'u bilan aytishadi. Lekin Anycast bu IPv4 da ham 6 da ham bitta IP adresni qayta bir nechta serverlarga ishlatilish mexanizmi va routerlarda bu narsa alohida nastroyka qilinadi va routerlar bitta IP adresni bir necha joyda ko'rishadi. Routing metrikalar bo'yicha kelayotgan paketlarni, zaproslarni eng yaqinroq serverga yuborishadi. Shu qisqa qarab tushuntirishga harakat qildim. Birdan chizib ham qo'ydim, чтобы tushunarli bo'lsin. Shu tushunarlimi? Yana savolim bormi? Menda bitta savol bor. Nimaga hali ham IPv6 ga o'tish jarayoni sekin? Nima sababdan bunaqa bo'lyapti? Mana qancha bo'ldi bu IPv6 chiqqaniga? Qancha vaqt o'tdi? Ko'ryapmiz IPv4 yetmayapti, IPv4 narxi oshib ketdi bozorda. Lekin nima uchun hali ham sust o'tilyapti? Nima deb o'ylaysiz? Hop, men javob beraman. Bobrak o'zi to'ldirasiz bu narsani. Hop, birinchi IPv6 nima uchun yaratildi? IPv4 tugash ehtimolligini ko'rishdi 90-yilda. Va gruppa sozdad qilindida IP Next Generation degan boshda IPv6 nomi IP Next Generation bo'lgan, NGB, RIP engine ga o'xshagan. Keyin 95da draft yaratildi, 96da tasdiqlandi. Shu 8damidi va 99-yilda уже nimalarda уже paydo bo'lgan, tarqatish imkoniyati bo'lgan registratorlarda. Lekin cho'zildi 2011-yilgacha. 2011-yilda nima qildik-ku? Gruppaga chiqardik, post qilib. Birinchi zapusk 2011-yilda bo'ldi. Nima uchun cho'zildi? Birinchi 2011-yilgacha nima uchun cho'zildi? Sababi IPv4 da ikkita yaratilgan zo'r mexanizm IPv4 ni umrini kamida 20 yilga cho'zdi. Birinchi mexanizm 1918 RFC 1918, ya'ni private IP adreslarni yaratib berishdi. Ya'ni biz cho'na IP adreslarni ishxonalarda ichkarida qayta ishlatishimiz mumkin. Bu juda katta IPv4 ni IP adreslarni ekonom qilishga olib keldi. Bu birinchisi va ikkinchisi VLSM besklassoviy adresatsiyani yaratishdi. 93damidi, 4damidi. Va mana shu ikkita mexanizm IPv4 ni umrini cho'zdida odamlar, ya'ni injenerlar, provayderlar tarmoqni IPv6 ni ishlatishni cho'zishdi. Lekin oxirida, masalan 2000 bugun qidirdim. Nima uchun aynan 2011da bo'lishdi? Chunki 2005-yilda Cisco nima qilgan ekan, forecast qilgan ekan. 5 yildan keyin IPv4 tugashini va komissiya tuzilgan bilmayman. Oxirida qaror qabul qilishadi 2011-yilda. O'sha 8-iyunda o'sha Wikipediyada ham bor. 400 ta gigant kompaniyalar bir kunning ichida hammasi birdaniga Ves IPv4dagi trafikni kopiyasini IPv6 ga o'tkazishadi. Bir sutga tegishmaydi. Bir sutka ichidan testdan yaxshi o'tgan kompaniyalar qoldirishadi IPv6 ga ishlatishni. Kimda ошибкалар bo'lsa, muammolar bo'lsa, o'chiradi, keyinchalik o'tkazadi. No, o'sha kun juda katta resurs IPv6 ga o'tdi. Undan keyin nima uchun cho'zildi? 2011 ga 15 yil bo'ldi. Nima uchun cho'zildi? Meni taxminim, birinchidan qurilmalar tayyor emas. Mavjud qurilmalar IPv6 adresini u yoki bu funksiyasini podaj qilmaydi. Chunki IPv6 faqat adreslar emas, uni orqasida turgan bir qancha protokollar, masalan ICMPv6 ko'p bolalari ham bor. O'sha protokollarni, funksiyalarni masalan qaysirini podaj qilmaydigan bo'lsa, hardware yoki uning ichidagi operatsion sistema, demak bu tarmoq hali IPv6 ga o'tishga tayyor emas. Bu birinchisi demak, hardware va softverlar tayyor emas. Uni
change qilishga, swap qilishga kompaniyalarni puli katta xarajat talab qiladi. Bu bir. Ikkinchisi, injenerlar tomonidan qo'rquv bo'lsa kerak. Tayyor imkoniyati bo'lsa ham zapus qilishda qo'rqishadi, balki muammo kelib chiqadi deb. Ya'ni yoki bilim, yoki shunchalik qo'rquv. Shu bo'lsa kerak. Yana shular sababli menimcha cho'zildi. Boshqa ideya kelmayapti hozircha Bobur aka. O'z nima deb o'ylaysiz? Yo'q, shu aytganingizdek asosiy faktorlar shular. Hozir hali ham o'tishga cho'zilayotgan narsa o'sha asosiy anaqa o'sha boyagi natni borligi. O'shani hisobiga ham Xavfsizlik ochilib qolishidan. o'shaning uchun ham ko'pchilik hali o'tmayapti, lekin menimcha почти hamma venderlar hozir IPv 6 ni to'liq поддержка qiladi. Mutaxassis shu aytganingizdek, mutaxassis ozgina o'tkazishga ham anaqa. Shuning uchun ko'pchilik aytganingizdek, yani dual stack ham IPv4 ham IPv6 li set ishlatishyapti. O'shani hisobiga sekin-sekin trafik oshyapti. Rahmat. Yana savollar bormi? Savollar bo'lmasa, bugunga tugatamiz, qisqaroq qilamiz. Keyingi darslarda xudo xohlasa ikkinchi qismlarni yana ko'ramiz.